Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Sizlar bilan yana g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyatdan mamnunman. Bugun darsimizda pedagog mahorat bo'yicha kerakli bilimlarni sizlarga taqdim etishga harakat qilaman. Demak, darslarimiz sizlarga manfaatli, foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, darsimizni boshladik. Biz yana qaytdik. Demak, hozirda sizlar uchun pedagog mahorat bo'yicha darslar, agar sizlarga ingliz tili bo'yicha darslar, attestatsiya bo'yicha bo'ladimi yoki bo'lmasa multilevel bo'ladimi, IELTS bo'ladimi, ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta hammasini bizning YouTube kanalimizdan topishingiz mumkin. Demak, boshladik. Birinchisi qobiliyat. Qobiliyat shaxsning individual psixologik xususiyati bo'lib, muayyan faoliyat yuzasidan layoqati va ishni muvaffaqiyatli amalga oshirish subyektiv shart-sharoitini ifodalovchi individual psixik sifatlar yig'indisiga aytiladi. Zarur bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarni egallash dinamikasidagi farqlarni aniqlaydi. Demak, bu yerda hozir individual psixologik xususiyatlarga, subyektiv shart-sharoitlarga alohida e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa buni iloji boricha yodlab qo'yishingiz maqsadga muvofiqdir. Va ana endi qobiliyatning bir qancha turlari mavjud. Bularni ko'rib o'tamiz. Birinchisi muloqot qilish, kommunikativ qobiliyat. Xo'p, qarang, o'zi muloqot qilish deyapti. O'qituvchi o'quvchilar bilan dars va darsdan tashqari jarayonlarda sinfda ijobiy ruhiy iqlim yarata oladi. Mana o'z-o'zidan ijobiy ruhiy iqlim asosiy kalit so'zi. O'quvchilar bilan ijobiy ruhiy iqlim yaratadi degani bu muloqot qilish ekan. Ana ikkinchisi esa endi voqealarni oldindan ko'ra olish qobiliyati. Albatta, bu o'qituvchining sergakligida o'quvchilarning ruhiyatini, ichki dunyosini ko'ra olishdan namoyon bo'ladi. Shunda o'qituvchi kim nimaga qodir ekanligini bashorat qila oladi. Demak, bu qobiliyatda o'qituvchi albatta o'quvchilarning ichki dunyosini ko'ra olishi muhim ekan va ular kelajakda kim nimaga qodir ekanligini ham bashorat qila oladi. Uchinchisi esa eshitish va his qilish qobiliyati. Qarang endi, eshitish va his qilish. Bunaqa insonlar musiqani sevishadi. Asosiy kalit so'zi musiqani sevadi, ohangni yaxshi his qiladi va ayniqsa she'r va qo'shiqlarni sevib tinglaydi. O'zidan bu eshitish va his qilish ekan. Musiqa va she'r va qo'shiqlar asosiy kalit so'zlari. Va keyingisi esa kinestetik, muskul qobiliyati. O'quvchilarning o'z xatti-harakatlarini muvofiqlashtirish qobiliyati. Xatti-harakatlarni his qilgan holda yo'naltiradi. Demak, o'zining xatti-harakatlarini his qilgan holda va asosiysi keyingisi o'zi uchun maishiy qulayliklarni yarata oladi, hayot marhamatlaridan rohatlanishni biladi. Mana sizga kinestetik qobiliyatning asosiy kerakli joylari. Va keyingisi esa mantiqiy qobiliyat. Raqamlarni, matematikani, murakkab masalalarni hal qilishni sevadi. Birinchisi va keyin asos so'raladigan mana bunisi ham sababiyat va oqibat natijalarini tushunish malakasiga ega. Demak, sababiyat va oqibat natijani tushunish qaysi desangiz, u mantiqiy qobiliyat olasiz. Va keyin asosiysi matematika, raqamlarni ham eslab qolsangiz bo'ladi. Va oltinchisi endi shaxsning ichki qobiliyati. O'zini mukammal bilishi, tushunish va his qilish qobiliyati. Har qanday vaziyatda o'z fikr mulohazalarini erkin bayon eta oladi. Ya'ni shaxsning ichki qobiliyati deganda demak, o'zini mukammal biladi, tushunadi, his qiladi va har qanday vaziyatda ham o'z fikr mulohazalarini erkin bayon eta oladi. Va endi mana qobiliyat bilimdan farq qiladi. Bilim, xo'p, shuni aytish kerakki, bilim va ilmning farqi bor, a? Bilim nima? Ilm nima? Mana qarang, sizga buni oddiy tushuntirib beraman. Bilim bilan ilm farqi qanaqa bo'ladi? Mana bizning hozir qo'limizda kitob, bunday barcha ma'lumotlar hozircha bizga ular ilm hisoblanadi. Butun bir ma'lumot mana shu yerda ilm hisoblanadi. Ana qarang, endi biz shu ilmdan biz bir
ma'lum bir turlarini, misol sifatida mantiqiy qobiliyat deyamiz, shaxsning ichki qobiliyati deyamiz, kinestetik deyamiz. Bularni o'zimizga bilib olyapmiz-ku. Mana bularni biz agar o'zimiz qo'llay olsak, bu bilim bo'ladi bu. Ilm degani bu umumiy ma'noda, ya'ni barcha ma'lumotlar bo'ladi. Bilim bu siz aniq bir qo'llay olayotganingiz bu bilim bo'ladi. Xo'p, mana qarang, bilim deyapman. Bu ilmiy mutolaalar natijasidir. Bizda endi qobiliyat esa insonning psixologik va fiziologik tuzilishiga xos bo'lgan xususiyatlardir. Xo'p, mana qarang endi. Qobiliyatga yaqinroq turadigan tushunchalar ko'nikma va malakalardir. Mana endi qarang, ko'nikmani bilamiz endi qani. Ko'nikma o'qituvchining kasbiy faoliyati jarayonida hosil qilingan tajriba va bilimlar asosida bajariladigan ishning mukammal usuli. Demak, kasbiy faoliyat jarayonida hosil qilingan tajriba va bilimlar asosida bajariladigan ishning mukammal usuli ekan. Malaka, demak, malakaning asosiy kalit so'zi mana bu avtomatlashgan degan joyi. Malakani ko'ryapsizmi? Demak, o'z-o'zidan avtomatlashgan degan so'zni eslasangiz bo'ldi. Kalit so'z shu. Asosiy. Bizga malakani topib beradigan so'zi avtomatlashgan. Xo'p, ana endi keyingisiga ko'ramiz. Sizdan agar tug'ma qobiliyat nima deb so'rasa, tug'ma qobiliyatlar bu zehn deyiladi. Ana endi qarang, mana bu iqtidor, istedod, daholik insonning ijodiy faoliyati jarayonida erishiladigan qobiliyatning rivojlanish bosqichlari hisoblanadi. Demak, ijodiy faoliyat jarayonida kechadigani bu demak, iqtidor, istedod, daholik ekan. Bu ijodiy faoliyat jarayonida uchalasi ekan. Xo'p, bizga endi ijodkorlik. Bu sifat jihatdan yangi, original va takrorlanmas biror yangilikni paydo qiluvchi faoliyatdir. Mana ijodkorlik. Bu sifat jihatdan yangi, original va takrorlanmas biror yangilikni paydo qiluvchi faoliyat ekan. Ana endi ijodkorlikning turlari 3 ga bo'linadi bu ham. Mana, birinchisi mahsuldor ijodkorlik. Bu har qanday muammo muvaffaqiyatli hal qilinadi. Mahsuldorda har qanday muammo muvaffaqiyatli hal qilinadi demak asosiy so'zi. Keyingisi everistik ijodkorlik. Jamiyatda ro'y berayotgan kasbiy faoliyatga oid yangiliklarni dadil o'zlashtirish va targ'ib qilishni anglatadi. Everistik endi bu. Jamiyatda ro'y berayotgan kasbiy faoliyatga oid yangiliklarni dadil o'zlashtirish va targ'ib qilish. Ana endi creative ijodkorlik. O'zi creative degani o'z inglizchasiga yaratmoq deganda. Yaratuvchi. Xo'p, endi mana yangi nazariyani yaratadi. O'z fikrlari va takliflari bilan chiqadi. Mana o'z fikrlari va takliflari bilan chiqadi. Creative'da yangi nazariyalar yaratadi. Keyingisi endi mana demak, istedodning yuksak cho'qqisi uning intellektini belgilaydi. Mana endi intellekt bu aqlan ish ko'rish, ratsional fikrlash va hayotiy muammolarni mohirona hal qilishning global qobiliyati. Intellekt hayotiy muammolarni mohirona hal qilishning global qobiliyati. Hayotiy muammolarni mohirona hal qilish intellekt. Ana endi ko'rib o'tamiz. Intellektning asosiy sifatlari. Birinchisi ijod. Qani, ijod. O'qituvchi faoliyatida mehnatning moddiy va ma'naviy mahsulotlarini yaratish, yuksak natijalarga erishish qobiliyati. Demak, ijod nima ekan? Yuksak natijalarga erishish qobiliyati. Fikrlash tezligi. Ta'lim va tarbiya. Ta'lim-tarbiya jarayonida yangi holatga tez va to'g'ri munosabat bildirish. Fikrlash tezligi deganda asosiysi mana tez degan kalit so'z bor ekan o'zi. Fikrlash tezligi, tez va to'g'ri munosabat bildirish. Ta'lim va tarbiya jarayonida yangi holatga tez va to'g'ri munosabat bildirish bu fikrlash tezligi ekan. Ana endi mahorat, kasbiy bilimlarni mukammal bilish qobiliyati. Mahorat bu albatta kasbiy bilimlarni mukammal bilish qobiliyati sanaladi. Xo'p, ana endi keyingisi chuqur idrok etish.
yangi bilimlarni o'zlashtirishda narsalar va hodisalar mohiyatiga chuqur kira bilish, sababini tushunish, ilmiy tafakkurga ega bo'lish. Bunda ham mana o'zi qani chuqur kira bilish, chuqur idrok etish, chuqur kira bilish. Epchillik endi bir g'oyadan boshqasiga o'ta olish. Mana bir g'oyadan boshqasiga, shu jumladan o'zinikiga qarama qarshi bo'lgan g'oyaga o'ta olish qobiliyati. Demak, bir g'oyadan boshqa g'oyaga o'ta olsangiz, bu epchillik hisoblanadi. Epchillik. Keyingi tanqidiylik. Bilimlarni va hodisalarni o'zlashtirishda obyektiv baholash, farazlar va yechimlarda shubha uyg'otish istagi. Tanqidiylik bu shubha uyg'otish istagi ekan. Tanqidiylik, shubha uyg'otish istagi. Keyingisi intellekt. Albatta bu lotincha so'zdan olingan ekan. Anglash, tushunish, egallash individdagi aqliy qobiliyatlarning nisbatan mukammal tuzilishi. Demak, bu lotincha ekan. Anglash, tushunish, egallash ekan. Intellekt degan. O'qituvchining intellekt xususiyatlari. Fikrlash, amaldagi intellekt. Ana endi qarang endi bularga. Aqliy teranlik. Muammoni boshqa hodisalar bilan o'zaro aloqadorlikda idrok etish qobiliyati. Muammoni boshqa hodisalar bilan o'zaro aloqadorlikda idrok etish qobiliyati. Tezlik. Muammoni hal qilish tezligi. Bu ham muammo. Demak, tezlikdan o'tar ekan, tezlikda muammoni hal qilish tezligi ekan. Mana bu aqliy teranlikda esa muammoni boshqa hodisalar bilan o'zaro aloqadorlikda idrok etish qobiliyati ekan. Va bizga originallik, ya'ni ilmiy g'oyalarni yaratishga bo'lgan intilish, bu originallik sanaladi. Va keyingisi tirishqoqlik, doimo o'rganilayotgan muammoning eng yaxshi yechimini topish ehtiyoji. Tirishqoqlik sanaladi. Eng yaxshi yechimini topish bu tirishqoqlik. Originallik degani yangi ilmiy g'oyalarni yaratishga bo'lgan intilish, tezlik degani muammoni tez hal qilish, aqliy teranlik degani esa bu idrok etish. Aloqadorlikda idrok etish ekan. Xo'p, ana endi keyingisiga o'tamiz. Biz asosiysi joylari belgilangan. Xo'p, keyingisi qobiliyat ko'rsatkichlari, ko'nikmalarni egallash tezligi, erishilgan yutuqlar sifati. Va bizga keyin qobiliyatlar bu aslida ikkiga bo'linadi. Umumiy va maxsus. Bunda ham endi asosan hozir men umumiy degan joyni belgilaganman. Yo buni umumiy tomonini yodlash kerak, yo maxsus tomonini yodlash kerak. Albatta, bir tomon yodlab qo'yish kerak. Agar to'g'ri yoki noto'g'ri degan holatda umumiy tomonni toping degan paytda yoki bo'lmasa maxsus toping degan bo'lsa, albatta bizga o'shaning uchun ham bir tarafini yodlab qo'ygan yaxshi, yo umumiydi yo maxsusdi. Masalan, qarang, umumiyga qaysilar kerak ekan? Albatta, qobiliyatning umumiy xususiyatlari ekan. Aqliy faollik, tanqidiylik, tizimiylik, tahlil qilish, reaksiya tezligi, sintezlash, diqqatni jamlash, e'tiborlilik. Umumiyga kiradi bular. Keyingisi qobiliyatlarni rivojlantirishning eng yuqori darajasi talant. Talant nima ekan? Demak, qobiliyatni rivojlantirishning eng yuqori darajasi talant rivojlantirar ekan demak. Qobiliyatlarning rivojlantirishning eng yuqori darajasini talant rivojlantirar ekan. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Pedagog qobiliyatning quyidagi asosiy sifatlarini ajratib ko'rsatilgan ekan. Demak, pedagog qobiliyatning asosiy turlari, sifatlari quyidagilar ekan. Demak, qarang. Birinchisi o'z kasbiga muhabbat. O'quvchilarni sevib olish. Mutaxassislik fanini mukammal bilish, unga qiziqish. Pedagog taktika. Odob va go'zallikka ega bo'lish. Bolalar jamoasiga singib keta olish. O'z mehnatiga ijodiy yondashish. Va keyingisi javobgarlikni his etish. Tarbiyaviy bilimlarni egallanganligi. Demak, ikkita ekan. Pedagog qobiliyatning quyidagi asosiy sifatlarini toping desa agar sizga, mana shularni topishimiz kerak ekan. Ya'ni o'z kasbiga muhabbat, mutaxassislik fanini mukammal bilishi, pedagog taktika, bolalar jamoasiga singib ketish, o'z mehnatiga ijodiy yondashish, javobgarlikni his etish,
tarbiyaviy bilimlarni egallaganligi. Xo'p, mana keyingisi. O'qituvchi faoliyatidagi pedagogik qobiliyatlarning o'ziga xos tizimlari mavjud. Mana o'qituvchi faoliyatidagi pedagogik qobiliyatning o'ziga xos tizimlari. Bular asosiy xususiyatlar, tayanch xususiyatlar, yetakchi xususiyatlar, yordamchi xususiyatlar turga bo'linar ekan. O'qituvchi faoliyatidagi pedagogik qobiliyatning o'ziga xos tizimlari bular. Biz endi birinchi ko'rib o'tadiganimiz asosiy xususiyatlarni ko'ramiz. Qani asosiy xususiyatlarga birinchisi kommunikativ qobiliyat mana. Kommunikativ qobiliyat demak asosan bu muloqotda muhim rol o'ynaydi bunda. Muloqot muhim rol o'ynaydi. Ya'ni o'qituvchi ota-onalar, mahalla ahli bilan bo'lgan o'zaro muloqotda ularning ruhiy holatini tushunish va ularga hamdard bo'lish. Asosan muloqot. Ota-ona, mahalla bilan bo'ladigan jarayonda va ularni tushunish ekan demak. Keyingisi esa perseptiv qobiliyat. Tashqi olamni va muhitni sezish, idrok etish. Demak, asosiysi bunda perseptivda kuzatuvchanlik muhim rol o'ynaydi ekan. Va o'qituvchi o'quvchilarning psixologiyasini, psixik holatlarini o'ziga singdirib idrok etadi. Sinf jamoasining holatiga pedagog vaziyatga odilona baho beradi. Demak, asosiy bilib qo'yadiganimiz bunda kuzatuvchanlik muhim rol o'ynaydi ekan va o'qituvchi o'quvchilarning psixologiyasini, psixik holatlarini o'ziga singdirib idrok etar ekan. Keyingisi empatik qobiliyat. Bu albatta bolalarga bo'lgan muhabbatidan kelib chiqadi va o'quvchilarning his tuyg'usini qalbdan his etadi va ularga achinish xususiyatlariga ega bo'ladi. Bu empatik qobiliyat ekan. Demak, muhabbat, his tuyg'u, achinish empatikka asosiy so'zlari. Ta'lim jarayonini muqobillashtirish qobiliyati. O'qituvchi o'z bilimlarini o'quvchi ongi va tafakkuriga kam kuch sarflash evaziga yetkaza olish. Demak, ta'lim jarayonini muqobillashtirish. O'qituvchi o'z bilimlarini o'qituvchi ongi va tafakkuriga kam kuch sarflash evaziga yetkazar ekan. Ta'lim jarayonini muqobillashtirish qobiliyati va keyingisi esa didaktik qobiliyat. Ana endi didaktik qobiliyatda metodlarni chuqur o'zlashtirgan holda samarali dars berish qobiliyatidir. Didaktik qobiliyat bu nima? Albatta, metodlarni chuqur o'zlashtirgan holda samarali dars berish ekan. Va keyingisi tashkilotchilik qobiliyati. Bu albatta o'qituvchi o'quvchilarni to'garaklarga, jamoat ishlariga jalb qila olishda va har biriga faol vazifalarni ta'minlab berishda namoyon bo'ladi. Bu tashkilotchi qobiliyat deyiladi. Va keyingisi esa endi konstruktiv qobiliyat. Bu o'qituvchining o'quv tarbiyaviy faoliyatini puxta rejalashtirish. Ya'ni o'quv tarbiyaviy faoliyatini rejalashtirgani bu konstruktiv qobiliyat sanaladi. Keyingisi esa bilish qobiliyati. O'qituvchining o'z fanini va boshqa fanlarni chuqur bilishda, o'zlashtirishda va amaliyotda namoyon etishi. Bilish qobiliyati albatta bu o'z fanini va boshqa fanlarni chuqur bilishi. Keyingisi anglash, tushunish qobiliyati. O'qituvchining ziyrakligi va uddaburonligi. Voqea va hodisalarni chuqur idrok etib, ularga adolatli munosabatda bo'lish. Demak, voqea va hodisalarni chuqur idrok etib, ularga adolatli munosabatda bo'lishi. Bu anglash qobiliyati deyiladi. Voqea va hodisalarni chuqur idrok etib, ularga adolatli munosabatda bo'lish. Ana endi tayanch xususiyatlariga nima kiradi? Tayanch xususiyatiga bu kuzatuvchanlik, ko'ra bilish ko'nikmasi bo'ladi. Tayanch xususiyat nima desa, kuzatuvchanlik, ko'ra bilish qobiliyati ekan. Va keyingisi esa yetakchi xususiyat, ijodiy tasavvur qilish bo'ladi. Yetakchi xususiyatga ijodiy tasavvur qilish. Va bizga keyingisi yordamchi xususiyatlar. Quyidagilar ekan endi, yordamchi xususiyatlariga. Aql idrokning muayyan turlari hozir javoblik, kamchiliklariga tanqidiy e'tibor, sobit qadamlik. Keyingisi o'qituvchining nutqi, notiqlik san'ati, so'z boyligining teranligi. Keyingisi aktyorlik xususiyatlari, mimika, pantomimika,
xayoliy fantaziya ishlata olish, ruhiy hissiyotni jilovlay olish. Keyingisi pedagog takt va pedagog nazokatga ega bo'lish. Demak, bu yordamchi xususiyatlar ekan. Ana endi keyingisiga o'tamiz. To'rtinchi bob. O'qituvchining kommunikativ qobiliyati. Xo'p, mana endi kommunikativ qobiliyatlarni bilib olamiz endi. Kommunikativ qobiliyatning 3 turi. Xo'p, birinchisi o'quvchilarni ishontirish, o'quvchilar ongiga ta'sir etish, o'zgalarga taqlid qilish. Demak, kommunikativ qobiliyatning 3 turi bor ekan. O'quvchilarni ishontirish, ongiga ta'sir etish, o'zgalarga taqlid qilish. Birinchisi o'quvchilarni ishontirish. Avvalambor bu nutq orqali o'quvchining bilimlar tizimiga, dunyoqarashiga, xulq-atvoriga, xatti-harakatiga ta'sir etadi. Kim? Albatta o'qituvchi. Nutq orqali ta'sir etadi. O'quvchilarni ishontirish va bunda albatta o'quvchi ongiga ta'sir ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan ishontirish usuli o'qituvchidan bahs, munozara asosida dalillar keltirishni, isbot va mantiqqa tayanishni talab qiladi. Demak, qarang, mana shu ham asosiy kalsiyalardir o'zi. Ishontirishda demak dalillar keltirish kerak, isbot va mantiqqa tayanish kerak. Va keyingi turi endi o'quvchilar ongiga ta'sir. Bu qarang, endi o'quvchilar ongiga ta'sir deganda o'zaro fikr almashish jarayonida, ya'ni suhbat, fikr almashish, suhbat. O'qituvchi o'quvchilarning psixikasi va xulq-atvoriga sezilarsiz ravishda ta'sir ko'rsatadi. Qarang, sezilarsiz ravishda ta'sir ko'rsatadi. Psixikasi va xulq-atvoriga. Mana keyingisi qarang. Onga ta'sir shunday bir psixik jarayonki, o'quvchilar o'qituvchining yoki biror shaxsning ta'siri ostida o'z ongining yetarli nazoratsiz voqealikni idrok etadi. Demak, asosan psixik jarayoni. Keyingisi esa taqlid qilish. Taqlid qilish o'zi sevgan biror inson xarakteriga, namunasiga, ibratiga amal qilishdir. Taqlid qilish o'zi bu, bilamiz, imitate, taqlid qilmoq, o'zi sevgan biror inson xarakteriga, namunasiga, ibratiga amal qilish ekan. Buni bilib olaylik.